Negativchi u bu deydi-yu aka. Menga qiziqmaydi. Voy, hamma ham o'zini kallasi bor aka, o'zini kallasi. Qo'sh uyasida ko'rgani qiladi. Lekin sizga aytib qo'y aka. Siz ham o'zingizni ahlingiz bo'yicha qilyapsiz shu ishni, to'g'rimi? Men ham o'zimda ahlim. Lekin beyda nafs, shayton degan narsa bor aka. Tushunyapsizmi? O'sha narsani tiygan odam mana uni baraka aka yolg'on gapirishni halollab oladi. Bu halol rizqni Xudoyim halol bilan harom uchun yeyib qo'ygan. Aka prost qanaqa qilib bu kimdir halollab terib oladi, kimdir haromlab terib oladi. Ashi gapingiz to'g'ri. Aka u kerak emas. Mana uni hozir sizga uydi deb aka bir og'iz gap. Keyin siz mendan ko'proq siz gapirasiz aka hozir. Aka siz ham shunday bir og'iz gapirsangiz, mana sizga hozir mana siz ishingiz aka. Masalan, siz 5 so'm topayapsizmi shuning orqasidan sizga ham harom bo'lib qoladi aka. Hamma narsa halollikda. Men narx qo'yapman, 3 milliondan ham o'tib qo'yaman bugun aka. 3 milliondan ham 3 milliondan ham o'tib berib qo'yaman. Aka 2 million 900 ming. 2 million 900 ming so'mdan mana shu yerdan ishda 5 ta, hop, 10 ta, 15 ta aka, 20 ta. Bu $1000 ketadi aka. $1000 xudo xolasa shu bo'ladi, egasida bo'ladi. Bizda 3 million 100 ming bo'ladi aka. 3 million 100 ming bo'ladi. Bugungi video xudo xolasa o'zidan ko'paytirib, qo'ydi uzoq yil boqib ko'paytirib yuraman degan obunachilar uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli qo'y qo'zi qo'chqor ishqibozlari, qadrli chorba ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz yana o'sha trenddagi Muhammad Alini qo'yib ekanmiz. Aka, keling. Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Xonadonlar. Umringizga baraka. Obunachilar yaxshimisizlar? Charchamasdan. Aka, bugungi xudo xolasa o'zgacha. Bugun intiqib ash qo'ydi zo'rini olib turib qo'y. 10 yil bolasini olaman, 8 yil bolasini olib yuraman. Faqat zo'rini teraman deydigan odam bormi? O'sha odamlar uchun chiqadi. Gap yo'q. Nima akalar, niyat qilib ichidan maza qilib boqadigan. Aka, bir gap bor-da. Bu narsaga ham mehr bo'lmasa aka, uyga kirganingizda sizga mehr kerak-da. Charchab kelasiz-da. Albatta. Bunga ham aka mehr kerak. Mehr. Albatta. Mehr bo'lsa, Xudo xolasa sizga ham Xudo xolasa chiroyli barakatli bo'ladi, baraka topib beradi aka. Albatta. Mehrsiz eshak g'irt. Albatta. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bugun o'sha optimcha arzonchi Muhammad Alini qo'y firmasiga akalar son sanoqsiz Xudo xolasa yarichkalarimiz yetib kelgan, sog'liqlarimiz yetib kelgan. O'zidan ko'payadigan, yirik Xudo xolasa 1-2 oyda qo'chqor qo'ysangiz bo'laveradigan sog'liqlarimiz yetib kelgan. Muhammad Ali birinchi partiyamizga hammasi sog'liq ekan. Aka, sog'liq, ha. Xudo xolasa aka buni sentyabrda boshidan qo'chqor qo'yishadi. Gap yo'q. Haliga u noyabr, oktyabr degan gap yo'q. Xudo xolasa yirik sog'liqlar. Prosta bir oy yengil berib berishadi aka, bir oy. Sirazi qo'chqor qo'shishaveradi. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa o'sha aytib o'tganimizdek sentyabr oyiga borib bitta yaxshi qo'chqorni qo'shasiz. Yangi yilga fevral oylariga akalar bolasini quchoqlaydigan variantlari chiqdi. Bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa narxlar shu paytgacha qulay bo'lgan, bugunga undan ham qulay bo'ladi. Chunki hurmatli obunachilar, sizlar poddisha qilyapsizlar. Muhammad Ali ham har videodan videoga narxlarni yengillatib, Xudo xolasa qo'yib boryapti. Akalar bittadan like bosing, o'zingiz iliq fikringizni kommentariyaga yozib turing. Biz videoni boshladik. Muhammad Ali xudo xolasa birinchi partiyamizga soni nechta? Bu 75 ta aka. 75 bosh. Hurmatli obunachilar. Yeb ichlarni o'zdan ko'rib turibsizlar. Yeb ichlari xudo xolasa zo'r. Idealniy sog'liqlarimiz. Muhammad Ali yosh oyligini 6 oylik, 6 oylik aka bular, ha. Rovni 6 oylik. Uni mayda shudala qilmaylar, yo plyus qilib qo'yinglar. 6 oylik. Xudo xolasa maza qilib boqishadi. Keyin mana sirg'alarni ham yarashganini qarang. U ham yarashganga yarashadi aka, yarashmaganga yarashmaydi u. Albatta. To'g'risi gapda aka. Gap yo'q, hurmatli Xudo xolasa aka. Buni boqsa ham yarashadigan variantda. Xudo xolasa oyoq uzun variantlari ekan, orqa sohalari ham keng. Birorta xudo xolasa osilgan dumbasi yo'q. Hammasi tik dumba, raketa dumba. Hali qochishga, tug'ishga idealniy ekanda, hurmatli obunachilar. Olsangiz xudo xolasa baraka topadigan variantlari. Yaxshi niyat qilib bittadan like ni bosib qo'ying, hurmatli obunachilar. Hammamiz xonadonimizda mana shunaqa yarichkalar yursin. O'zidan ko'payadiganlari yursin. Muhammad Ali bularni yerda manatligini nechaga beramiz? Aka, yerda manatligini 70 plus minus. 70 plus minusga. 70 dan kam emas u. Hammasi asosan plusu endi prosta 70 plus minus deb qo'yganimiz. Endi har kim har xil o'lchaydi aka. Albatta, albatta. Kimdir oyog'ini ko'tarib o'lchaydi, kimdir aka bo'ynini shu shipirga tegizib o'lchaydi, lekin unaqa narsa deyilmaydi aka. Men
Bu material emas o'lchab sotadigan asli aka. Aslading. Buni aka, buni yoshiga aniqlaydigan bo'lsangiz, o'ylab turib olinadigan bo'lsa, asli buni bebaho narsa bo'ladi. Albatta, albatta. Sababi buni umri bor-da, 10 yil degani 10 ta bola umri bor degani aka. Xudo xolasa bu haligi bo'lmaydi. Ko'rishadi aka, narxi xudo xolasa qulay, unaqa haligi 4,5, 42, 4 million qilib beraman degan gaplar yo'q aka. Xudo xolasa ko'rishsin, chiroyli baraka bo'lsin. Gap yo'q, baraka toping. Hammasi oyoq qo'li uzun. Aytib o'tganimizdek, qochishga, tug'ishga zo'r variantlar ekan, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa quloqlari ham 80-90% butun, hurmatli obunachilar. Endi nomiga cho'pon in qo'ygan, qo'yni adashtirib qo'ymaslik uchun. Shuning uchun bittadan like-ni bosing, buni narxini eshitaylik. Bularni yurish turishini bir qator yaxshilab ko'zdan kechiring, chunki siz buni bekorga olganingiz yo'q. O'sha qiynalib, mehnat qilib, mashaqqat bilan topgan pulingizga olyapsiz. Shunday aka. Muhammad Ali nechta Hech kim yerdan shipirib olmaydi-da. Albatta. Aka keyin yo'ru dumba boshlariga uzunligiga ahamiyat berib qo'yishadi. Hali salp-palp dumba Oyoq qo'li uzun, gazi ham uzun. Kelajakka bor narsalar, hurmatli obunachilar, qo'ya olishda shu narsaga ahamiyat bering. Oyoq qo'li uzun bo'lsin, gazi uzun bo'lsin. Ba'zi qo'ylarda oyoq qo'li uzun bo'lsa, o'zi kalta bo'ladi-da, Muhammad Ali. Hali ingichka qo'ymasda aka, aytayotganim. O'sha narsasiga ahamiyat berib qo'yishadi. Oldi-keti teng qo'ylar. Xudo xolasa olgan odam chiroyli baraka topadi. Aka, narxini aytaylikmi? Nech pul qo'yamiz? Mana videoda boshida aytib qo'ydim, 4,5, 42, 4 million yo'q deb qo'ydim aka. Shuni aka 100 ming yutdim, 50 ming yutdim degan gap ham yo'q aka. Chort kesaman aka, chort kesaman, telefon qilishadi baraka. Ko'pchilik aka kelishyapti. Ha bu magazin emas, bu deyapti. Aka, shuna degan odamga 4,5 million kami bor. Lekin uka, labzing halol ekan. Men tushunmayman, gap yo'q. Bey bozor emas, konkret ozgina qo'yib sotyapsan deydigan odamga aka, deydigan odamga 3 million 600 ming so'm aka. 3 million 600 ming. 600 ming so'm. Shunaqa odamga 3 million 600 ming. Lekin kelib turib, men 4 ta 5 ta olaman, 10 ta olaman-da, o'yalik qilib berasan, o'tib berasan, bu bozor emas deydigan odamga 4,5 million kami bor aka. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, 3 million 600 ming so'mdan akalar hozirgi kunda sog'liq topish o'zi muammo. Lekin mana bu narxda topish vahshiy muammo bo'ladi. Akalar 3 million 600 ming so'mdan 6 oylik sentyabr oyiga borib qo'chqoringizni qo'shsangiz bo'ladigan variantlari xonadoningizga yetib borish narxi uchun aytaymi. Sog'liqlarda 8-9 million bo'lib ketdi, misol. Ha? Katta sog'liqlar misol. Aka, uni puliga misol 2 ta beryapmanmi? Tilasan to'g'ri tushunsin. 1 oy, 1,5 oy sabr qilishadi aka. Qo'chqorni qo'shishadi, yanvarda oxiriga tug'adi. Tushunasizmi? Va bunaqa foyda bor-ku, kamdan kam. Sog'liqni haqiqatan bergan yo'q aka. Boshqa sog'liqni oldik. Mana sog'liqni namoyish etyapmiz obunachilarimizga aka. Xudo xolasa maza qilib bolasini olishadi aka. Xudo xolasa 8 yil, 10 yil siz bilan biz halqa yurishadi aka. Saroydan olganman. Maza qilib baraka topayapman deb yurishadi aka. Gap yo'q. Muhammad Ali har doimgidek oyog'idan tortib olasiz ham o'shani. Aka, shunday kelishadi. Shunday kelib turib, bo'ldi. Mana. Misol shunday qilib turib ketdi aka. 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 ming. Optim narxi ham, bozor narxi ham, magazin narxi ham 3 million 600 ming so'mdan. Aka, kim nima bo'lsa desa, men o'zimda xarakterimda yashayman. Hamma o'zi bilganicha yashaydi. Gap yo'q, baraka. Qarang, 4,5 million deb turib 4 million so'rab qo'yadi. 4 million 200 ming so'rab qo'yish aka kerak emas menga. 3 million 600 ming so'mdan yo'q solsa, yo'qmasa qolaversin qo'y aka. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, bu birinchi partiyamizda. Soni 75 bosh, narxi 3 million 600 ming so'mdan. Yerdan balandligi 70 plus minus. Akalar, yerdan balandligi 70 plus minus dedingmi, buni yosh oyligi 6 oylik plusga olasiz. Endi bitta ikkita minusi bo'lishi mumkin. Bu birinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyamizgacha Muhammad Ali. Aka mana turibdi. Keling. Ikkinchi partiyamizga xudo xolasa qo'chqorlarimiz aka-na. Qo'chqor. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, qo'chqorlarimiz ham xudo xolasa buni soni 30 ta baramaga. 30 bosh. Hurmatli obunachilar, bu tomonda mana bu tomonda ham qolganlari bor. Mana bir qator ko'zdan kechirib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Ular ham oyoq qo'li uzun, hammasi tik dumba, raketa dumbali. Katta bo'lganda dumbasi shalpayib ketmaydi. Sizga xudo xolasa yaxshi daromadga, yaxshi foydaga keltiradigan qo'chqorlar. Muhammad Ali yosh oyligiga qanaqa bo'ladi? Yosh oyligi aka, bularniki 5 oylik. 5 oylik. Men hozirgilar bilan qo'chqorimni o'ylabman. Ulardan ozgina yoshroq variantlari, hurmatli obunachilar. Aka, u partiyadan emas-da bu. Kalla garbonslar boshqa partiya. Bu yoshroqlari, hurmatli obunachilar. 3 million 600 ming so'mdan qo'yildi sog'liqlar. Endi 5 oylik qo'chqorlar narxini eshitamiz. Muhammad Ali bularda yeb ichlariga sinov muddati yutali gangir boshlab bir hafta garantiyasi bor aka. Hamma qo'yimizga qo'yamiz. Hamma qo'ydi. U bitta buni emas aka. Ko'rsatib turib, mana partiyani ekan degan narsa u qolmas aka.
yeb ichdi, yutali gangir boshlab bir hafta garantiyasi bor. Qachon bo'lsa telefon qilishur. Aka, bu unaqa gangir boshliq hech kim garantiya bermaydi aka. Biz qo'shib qo'yganmiz aka mana shu. Men aka tepasida bo'lmaganmiz. Buni narxini gapiraymi aka? Eng muhimi, 4 milliondan aka. 4 milliondan 4 milliondan 500 mingdan o'tib berdim aka. 4 milliondan 500 ming. 4 milliondan 500 ming o'tib berdim aka. Qancha bo'ladi? 3,5 million bo'ladi. 3,5 Aka, mana maza qilsin bo'ldi. Aka, bunaqa narx qaytib bo'lmaydi, dangani. 3 million 500 ming so'mdan haqiqatdan Muhammad Ali aytgandek bu narx qaytib kelmaydi. Akalar kun o'tyapti, qo'ylar narxi oshyapti. Shunday. Siz qo'y boqmoqchimisiz? Oling, kuningizdan foyda qilaverasiz. Buni yemlab qanchadir rasxod qilishingiz ham shart emas. Ariq bo'yida o'zini o'zi mana bunaqa farzandlaringiz to'ldirib yursa, to'ydirib yursa ham akalar shuni hisobiga ham kun o'tganiga foyda qilaverasiz. Pulingizni so'raverasiz. Aka, maza qilasiz. Mana kommentariyga o'zi yozib qo'yishadi, mana shu o'z fikrlarni. Aka, 3 million 500 ming haqiqatdan arzon aka. Maza qilsam bo'ldi. Aka, u hali uyda bo'yida deb 100 ming, 200 ming oshirib olaman degan narsa yo'q. Aka, Xudo beryapti, bandasinikiligi emas aka. Yo'q, baraka toping. Bo'ldi, Xudoyim bag'dan beraversa aka, bizga misol yo'para qilaversin yaxshi odamlarga aka, ag'i bo'laveradi aka. Gap yo'q, baraka toping. Endi aka, yeb ichlarni ko'ringlar. Xo'p, qaysi partiya? Bu partiyani ko'rsatamiz. Qo'y sirob aka, mana bu yerda qo'y bor. Obunachilar. Mana bu yerda hozir sizga o'sha siz kutayotgan narxi qulaylari akalar qo'chqorlarni yemga tayyorlari ham bor ichida. Aka, ichidamiz hammasi yemga tayyor ekan o'zi. Qo'chqor sog'liq aralash bu. Qo'chqor sog'liq aralash ekan, hurmatli obunachilar. Aralash, uni sirasi yemga tashirishadi. Ishida bitta yengil ash dumbasini ishlab olgan ekan, dorilar qo'ydi aka. Uni dumbasi ishlangan ekan, mashinadan tushirayotganda. Bir bo'lsa bir 12 ta sog'lig'i bor aka. 12 bosh. Jami nechta Muhammad Ali Bey? 25-30 ta bormi? Ha, seni bilamizda. Hurmatli obunachilar, bor ekan, 25 ta oshiqroq bor ekan. 25 oshiqroq. 30 ta bor ekan. Aka, narximi? Narx eng qizig'i. O kerak emas, 3 million 100 mingdan aka. 3 million 100 ming. 3 million 100 mingdan ketaveradi aka. Unga qarang, mana ular ham ketadimi shunday? Aka, qizig'i yo'q, qo'chqor sog'liq aralash hammasi ketaveradi aka. Hurmatli obunachilar, bu yerda turgan qo'y qo'zilarimizni yosh oilaga 4 oydan 6 mana bular 7 oyga ham boradi. 3 million 100 ming so'mdan. Mana arashan. Bu ketmaydi bu. Bu ketmaydi bu. Albatta bu 1000 dollar ketadi aka. 1000 dollar xudo xolasa shu bo'ladi, egasida bo'ladi. Bizda 3 million 100 ming bo'ladi aka. 3 million 100 ming bo'ladi. Hurmatli obunachilar, 3 million 100 ming so'mdan bu xonadoningizga yetib borish narxi. Endi ishtahasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Oxirdan boshini ko'tarmasdan yeb ichyapti, hurmatli obunachilar. Xonadoningizga borganda ham pul berishga shoshilmang. Quruq bering, yeganiga, ichganiga xonadoningizdan 100% qadam qo'yib kirganiga pul sanaysiz. Bittadan like bosing, tez aloqaga chiqsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Narxi juda qulay bo'ldi mana shu. Keng beramaga. Mana bu yerda yana yoshroq variantlari. Bag'ini ham qulay qilamiz. Yo'q, yunga olinmagan, yoshroq, uzoq yil boqaman degan obunachilar. Aka, muhimi bor, qo'ydi yebishsiga ahamiyat berib qo'ysin bo'ldi aka. Yebishsiz zo'r ekan. Ha, yebishsiga ahamiyat. Va yemasa aka bir tiyinda to'g'risiga. Yebishga haligi qilsa, aka bitta narsa aytaymi? Hop. Hech 3 milliondan o'tib berdik. Misol eng past misol mana shu yerda aka 3 milliondan men qo'ydim xolasam misol. 3 milliondan. 3 milliondan ham o'tib qo'yaman bugun aka. 3 milliondan ham 3 milliondan ham o'tib berib qo'yaman. Aka 2 million 900 ming. 2 million 900 ming so'mdan mana shu yerdan nechta? 5 ta, hop, 10 ta, 15 ta aka, 20 ta. 20 ta ekan. 20 bosh, hurmatli obunachilar, 3 million so'm emas, 2 million 900 ming so'mdan. Aka, og'on odam ham chiroyli duo qilib qo'yadigan qo'y. Gap yo'q. Bu yerda qo'chqor sog'liq aralash. Aka, qo'chqor sog'liq aralash. Bo'lsa bir 5 ta shunaqa sog'lig'i bor, qolgan hammasi qo'chqor aka. Gap yo'q. Menga qarang, mana bular ham ketadimi shunda? Aka, qizig'i yo'q. 2 million 900 ming so'm. Voy, aka, umuman qizig'i yo'q. Sizga aytyapman-ku. Aka, bo'yi ham, qambag'ali ham birday, buni narxi ham bir, shu. Gap aka, odam ajratish yo'q. Shu bitta oladigan odam duo qilyapti xolos, aka, to'g'risi gapda. Miskillab terib olyapti, shu bitta oladigan odam duo qilyapti aka. Uzoq yil boqyapti. Shunday, o'sha bittani 2 ta qilaman, 3 ta qilaman deb qilyapti, harakat qilyapti aka. Barakasini bersa iloyim. Aka, minglab bo'lib ketsin o'sha odamlarda. Muhammad Ali buni dastlabkasi-chi? Dastlabkasi 10 tagacha aka, hammasiga 10 tagacha Samarqandgacha. O 5 ta bo'lsa Toshkent bo'ylab.
Bittaga vodiga ham yetkazib beramiz aka. Gap yo'q, barakat abi. Haligi emas aka. Hurmatli obunachilar, Muhammad Alidan qo'yadigan bo'lsangiz, dastlabkilar Samarqandgacha aytib o'tgandek, 10 tagacha besplatni bo'lib yetib boradi, 5 tagacha Toshkentgacha, 5 tadan pasti vodiy bo'ylab bittani ham yetkazib beriladi. Bemalol orqaga chiqsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana aka. Mana sizga yana Kashtan. qo'chqor sog'liq aralash adashmasam, men Muhammad Ali qo'chqormi ham? Yo'q, bular hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqormi? Aralash ekanmi qo'ch? Sog'liq qo'chqor aralash ekan aka. Sog'liqlari ham ko'rinyapti ichida. Mana bu ham sog'liq ekan. Mana shu birinchi. Ha, sog'liq qo'chqor aralash ekan. Aralash ekanda. Sog'liq qo'chqor aralash ekan. Soni nechta Bahrom aka? Son 35 ta? 15 ta sog'liq qo'shdi. Aha. Hop. Qo'chqarni bilmayman. Qo'chqor Ha, nechta? 20 ta 35 ta ekan aka. 35 bosh deyilgan. 35 Hurmatli bosh. obunachilar, 35 bosh qo'chqor sog'liq aralash. Akalar, olsangiz chiqam kuymaydigan, kabob ham kuymaydigan holatda qo'y qo'chqorlarni. Mana aka. Mana juda yiriklari siroq. Ana aka. Yosh oyligi necha oylikka beramiz Muhammad Ali? Yosh oyligi aka bularnikimi? 4.5 oy atrof aka. 4 oy, 4,5 oy, 5 oylik ham bor ekan. 5 oygacha Chunki ham bor, mana bu yiriklari ham bor ekanda Muhammad Ali. Shunday. Oh, jonivor. Haqiqat ishtahasi zo'r. Aka, qo'ylarni kayfiyati ham zo'r. Kayfiyati zo'r Ha, ekan. siz bilan bizniki ham zo'rda, narxi ham shuncha yaxshi qo'yapsiz. Gap yo'q. Muhammad Ali bular haqiqatan charchog'i chiqibdi endi. Ha, o'sha qorinlayotibdi, qarang qo'ylarni. Qonuni ham Xudo zo'r chiqqan, yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, siz ham xonadoningizga borgandan keyin xuddi mana shunday mehr-muruvvat ko'rsating, sizga yaxshi foyda keltiradi, xonadoningizga baraka keltiradi. Xudo xolasa. Muhammad Ali bularni yeb ichishlariga kafolati bor, xudo xolasa. Ichida muammosi bor yo'q, ha? Yo'q, zo'r aka, hamma tomonlama yaxshi. Nech bilan Xudo qo'yamiz? xolasa uyaltirib qo'ymang. Aka, pulimi biz asli 36 qo'ymoqchi edik aka. Aha. 3,5 ham qo'ymaymiz endi. 3,5 dan ham Ha, 3,5 ham qo'ymaymiz. 3 million 400 mingdan ham qo'ymaymiz, bo'pti. Qo'ymaymiz. 3 million 400 dan ham. 400 mingdan ham qo'ymas ekamiz aka. 3 million 300 mingdan. 3 million 300 3 ming. million 300 ming so'mdan aka ketaveradi. Hurmatli Bitta obunachilar, olishadimi, hammasini olishadimi farqi yo'q aka. bu hurmatli obunachilar 3 million 300 ming so'mda mana shu qo'ylar ham ketadi. Mana aka. Bittadan like bosinga tez aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana bular ikkalasi egizak. Ana oqimiz ham egizak edi. Sheriga sot. Yo'q, mana turibdi. mana berdik. Xonadoningizda boqsangiz bo'laveradigan qo'lga o'rgatilgan variantlar. Aka, narxlarga bir haligi ahamiyat berib qo'yishadi, like'larni gumillatib qo'yishadi aka. Sababi qo'ldan kelganicha arzonroq qo'yib beryapman aka, dangaliga. Gap yo'q. Ozgina qo'yib turib sotilyapti xolos. Aka, kuniga kelyapti, kuniga ketyapti. Mana o'zingiz olyapsiz bu diyor, kuniga kelyapti, kuniga ketyapti. Aka, o'shaning uchun men sonidan ish qilyapman xolos. Olgan odam ham aka, men mana uni bozordan 200 ming, 300 ming qimmat olib qo'yibman degan narsa bo'lgan yo'q. Olgan narsasini bozorga olib chiqsa ham foydasi bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Xudo xolasa. Xudo xolasa aka shunaqa bo'lsin, oxirigacha shunaqa bo'lsin aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, Muhammad Ali aytib o'tgandek, bozorga olib borib sotsangiz ham sizga non qoladigan variantlari. Savdogarmisiz, dehqonmisiz, boquvchimisiz, bemalol aloqaga chiqavering akalar. Xudo xolasa har kimga foyda qilsa bo'laveradigan Aka mana. variantda sotilyapti. Xudo xolasa yirigidan bu. Yiriklari, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Haqiqiy Bular qo'chqor sog'liq, Muhammad Ali qo'chqor shekilli bular. aka, sog'lig'i ham bor, ha. Sog'lig'i ham bormi? Bir 5 ta sog'liqlari ham bor ekan. 10 kashtanlar sog'lig'i Bu aka. sog'liqlari ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Yarichkani haqiqiy yarichkasida bular. Yarichkamisan, yarichka deganlari. Buni svetiga To'niga ham ahamiyat berib qo'ysan aka, jullariga ham, to'llariga ham, ranglariga ham hamma tomonlama aka. Bu qo'yda olgan odam o'ta chiroyli baraka to'g'radigan. Xudo xolasa. Oldi orqasidan hurmatli obunachilar to'lovlari ham boshlangan bo'ladi. Yosh oyligini necha oylikka beramiz? Yosh oyligi 6 oylikdan oshiq bo'ladi. 6 oylikdan o'tgan. 6 oylikdan o'tgan bu. Hurmatli obunachilar, qo'ya oladigan bo'lsangiz shunaqa joydan oling. 22 ta. 22 bor. 22 ta. 5 tami sog'lig'i bor, qolgan hammasi qo'chqor bo'lishi kerak. Gap yo'q, 5 dona sog'liq. Aka, 17 ko'rsating. bosh qo'chqor hurmatli obunachilar. Qo'rangizni shunaqa nurga to'ldirib turadigan narsaki, o'zingdan o'zing quvonib ketaverasan shunday ko'rgan holatda aka. Buni misol erkaksizda ko'cha-ko'yda ish bilan yuramiz aka. Siz bilan bizga manash kerak. Shunda kirganimizda qo'yga shunday makkan tashlaganingizda kirsilatganda yarim soat o'tirib, charchab chiqib ketsa u boshqada kayfi aka. Albatta. Hurmatli Hammani ham obunachilar. o'ziga haligi ishqibos, hobbi degan narsa bo'ladi-yu. Kimdir qushqa aka, kimdir baliqqa, kimdir otqa, kimdir qo'yga, kimdir molga aka, shunday. Albatta. Xudo xolasa, asha ishqibos akalarimizga Gap yo'q. tavsiya qilinaveradi. Nech puldan qo'yamiz Muhammad Ali endi? Aka, bularda yaxshisi ekan, kelib qopti, u bu degan gap kerak yo'q. 4,5 qirayga 4 million qilib beraman, kerak yo'q aka. Bizda keladi ketadi, biz ko'ngil qo'yib qo'ymaymiz aka. Bor aka bo'ldi, yurakdan chiqdi, maza qilib baraka to'ladi. Aka 3 million 800 ming, aka u mayda 3 million 800 mingni. 3 million 800 ming so'm. Aka sog'lig'i bor-ku. Sog'lig'i.
3 milyon 600 ming qilib beraman. 3 milyon 600 3 ming. milyon 600 ming so'lig'ini olishadi bu. Gap yo'q. Men kutmagan narx bo'ldi, hurmatli obunachilar. Siz ham buni kutmagansiz. Bunaqa yiriklarini hozirgi kunda boshqa kanaldan ham, bozordan ham topolmaydigan narxlar bo'ldi. Aka, mana ular qo'yib qo'yganda, mana qarang, mana qo'yib. Haqiqiy qo'yib qo'yganda janolar. Aka, og'a odam mazza qiladi. Men aytyapman-ku, aka ozgina bo'ldi. Ozgina dirs shuni aylanishi. Menga aka 3 kun bor, 3 kun to'xtab qolmasin. Soni ko'p. Ha, soni ko'p. 3 kishi kelsin, aka ketsin, bo'ldi. Menga sabab o'sha meni yutug'im. 50 mingdan bo'lsa ham, qanchadan bo'lsa ham aka, men soni qoplaydi. Tushunyapsizmi? Ozdan, misol oz bo'lsa ham ko'pdan ko'p qoladi. Gap yo'q. Haligi toping. 50 ta narsani olib kelib turib aka, men bunchadan sotaman, nafs ochlik qilinmaydi aka. Tars bo'ladi, bo'lmaydi aka. Xarakter shunaqa, savdo ham shunaqa, yurakdan chiqarib baraka ham shunaqa aka. O'shancha og'a odam baraka to'g'radi aka. Baraka toping. Hurmatli obunachilar, oladigan bo'lsa shunaqa nafsini jalovlay biladigan, halollikni foydadan ustun qo'yadigan savdogardan oling. Chunki bu ham rozi bo'lib baraka topib beryapti 50 ming so'mga. Siz ham buni orqasidan keyin baraka topasiz. Savdosi yengil bo'ladi, hurmatli obunachilar. 3 milyon 800 ming so'mdan qo'chqorini oling. 3 milyon 600 ming so'mdan so'liqlarini oling. So'liqlari ham xudo xolasa qo'chqor qo'ysangiz bo'ladigan tayyorlari mana bu yerda yunga olingan, xudo xolasa yemga tayyor so'liqlarimiz. Aka, menga qarang. Buni bu umuman endi boshqa bu aka. Sabab aytaymi? Men bu safar kelgan qo'ylardan shunaqa ichim chiqqanki aka, ha deb turing. Xudo xolasa o'ta suyishini baraka qilaman deganman-da aka. Xudo xolasa. Mana narxni ham o'ta suyishini qo'yilyapti aka. Narxlar juda yengil bo'ladi. Qo'ylarni qarang aka. Sirazi bir hafta shunday yem berishadi aka. Qo'chqorni o'taga tirs etib qo'shib qo'yishadi aka. Gap yo'q. Maza qilishadi. Soni aka 20 ta. Soni 20. Mana qarasa aka, mana qarasa kamdan kam aka. To'g'risiga. Qarang, dumba boshiga, uzunligi, ahamiyat, chot kengligiga aka. Bu ko'rgan odam qo'chqormi deydi. Bu sovliq bu. Sovliq. Haqiqiy yarishgani sovlig'i shu aka, maza qilishadi. Yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar. Haqiqatdan saralarini standartda mana qarab turing. Standart mana. Ajraganda ko'rinadi, hurmatli obunachilar. Aka o'zi bir pachka 20 dona. Xudo xolasa maza qo'chqorga tayyor bo'ladi. Sovliq aligani bitta ko'k, bitta sarig'idan ham bor aka. Arashani bor-da, o'sha arashan. Oq yuz, oq qulog'i bir dona arashan deb arashani. og'iz ko'pirtiradigan bor ekan, hurmatli obunachilar. Bularni Muhammad Ali haqiqatan charchog'i chiqibdi. Ha, aka qo'ylar xudo xolasa aka. O'zi harakatidan bilinib turibdi. Menga qarang, aytyapman mana. Shunda bitta qo'ra shuni qamashadi. Bir hafta o'nki yemni berishadi, bitta qo'chqor qo'shishadi. Aka yangi yilga yangilik. Xudo xolasa. Gap yo'q. O'zidan ko'payib yuradigan 8 yil, 10 yil bolasini olib yurasiz. Eng asosiysi, hurmatli obunachilar, birinchi bolasini o'zingiz olasiz. Birinchi bolani zo'r tug'adi qo'ylarimiz. Keyingilariga ozgina parvarish qilib keyin berish kerak. Chunki bular akalar yosh narsa hali. Kelajagi bor. Hurmatli obunachilar, nech pul qo'ydik Muhammad Ali? Aka, buni 4 million qilib beramiz. 4 million so'm. Ha. Hozir qo'chqorga sirazi qo'shadigan sovliq 5,5-6 million bo'lyapti. Yana to'g'rimi? Kami 5 million. Ha, aka 4 million so'm qo'yamiz. Olishgandan keyin shunda uka gap yo'q, yasha, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin deb otangga rahmat. Shuni kommentariyga yozib qo'yishadi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Hurmatli obunachilar, biz video chiqaryapmiz, qo'y olyapsiz. Shu qo'y olganingizni yoki olmoqchi bo'lganingizni ham kommentariyga yozib keting. Bu narsadan ilhomlanib biz nimadir kamchiliklarimizni ham topaylik-da, shuni bartaraf qilaylik, hurmatli obunachilar. Biz ham yaxshimi, yomonmi imkon darajada sizga yoqadigan qilib video olishga harakat qilyapmiz. Videodan like bosib, kommentariyaga o'z iliq fikrlaringizni qoldirib, obuna bo'lmay kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Akalar, kommentariyaga ham Muhammad Alining videosini chiqaryapman. Kimni videosini chiqarsam, shuni kamchiliklarini yoki nimadirlarni, narx-navolari haqida bir qator iliq fikringizni yozib keting. Unga qarab Muhammad Ali narx qo'yaman deysiz. Ha, o'tgan safar shunday. Aka, oldingi videomizda aytdingiz-ku. Voy, menga qarang, negativchi u bu deydi-yu aka. Menga qiziq emas. Voy, hammani ham o'zini kallasi bor aka, o'zini kallasi. Qo'sh uyasida ko'rgani qiladi. Lekin sizga aytib qo'y aka. Siz ham o'zingizni ahlingiz bo'yicha qilyapsiz shu ishni, to'g'rimi? Men ham o'zimda ahlim. Lekin beyda nafs, shayton degan narsa bor aka. Tushunyapsizmi? O'sha narsani tiygan odam mana uni baraka aka yolg'on gapirishni halollab oladi. Bu halol rizqni Xudoyim halol bilan harom shuni yeyib qo'ygan. Aka, prost qanaqa qilib bu kimdir halollab terib oladi, kimdir haromlab terib oladi. Ashi gapingiz to'g'ri. Aka, u kerak emas. Mana uni hozir sizga uydi deb aka bir og'iz gap. Keyin siz mendan ko'proq siz gapirasiz aka. Hozir aka siz ham shunday bir og'iz gapirsangiz, mana sizga hozir mana siz ishingiz aka. Masalan,
siz 5 ta so'm topayapsizmi shuni orqasida sizga ham harom bo'lib qoladi aka. Bu to'g'ri. Hamma narsa halollikda. Men narx qo'yyapman, kelgan odam 1-2 ta odam aka to'g'risi gap tushungani bor, tushunmaydigani ham bor-da aka. Shunda. Kelib turib, bu magazinmi 4 millionmi? Keyin bitta aylanib kelishyapti, bir joyda 5,5 deysa aka, boshqa yerda yoqmadi. Sizda birinchi ko'rganmisiz shu yoqda. Aka u gap emas u. Shunda. Erkak kishiga yarashmaydi u. Shunda. Uka, ha, mard gapirgan ekansan, aylanib ko'rdim, arzon qo'yibsan, otangga rahmat, ketayotgan odamman ba, ketmayotgan odamman. Qaytib kelsa ham o'sha narx. O'sha narx aka, men endi bu odam bunaqa qildi, uy qildik degan gap kerak yo'q aka, voy, Xudo ko'rib turibdi. Bandasilik hech narsa emas. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, shu bilan video syomkamiz o'z yakuniga yetdi. Muhammad Ali bo'ldi, tugadi partiyalarimiz. Aka, ha, hozircha nechta chiqdi? 3 partiya, 5, 6, 7 partiya chiqdi 7 aka. partiya bo'ldi. Ha, mana aka ko'rsatib ko'rasiz manzarani. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa mana qo'yxonamiz qo'yga to'lgan. Bemalol kelaverasizlar. O bu tomondagilar salqinda ja yaxshi ko'rinmayapti, hurmatli obunachilar. Imkon darajada ko'rsatishga harakat qilamiz. Videodan like bosing, tez aloqaga chiqib kelsangiz bo'ladi. Mana qo'yxonalarimiz, qoralarimiz ichi ham to'lgan. Ichkarida skalatda yunga olinmaganlari ham bor akalar. Umuman o'ylanmang, qo'ymoqchimiz akalar. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi video syomkamizda birinchi qismi edi. Arzonlari, qulaylari, narx-zo'rlari Muhammad Alida chiqdi. O'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qolasizlar obunachilar. Yoqqan bo'lsa bitta like, gumbulat, podpiska bosib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi safarga bundan ham yaxshisini, bundan ham arzonroq chiqaramiz. Baraka toping.